Ko'plab tikuvchilarimizning muammosi bo'lgan zakrepka holatida yoki bo'lmasam qalin yeriga kelganda ip uzish holatlari kuzatiladi. Bu mashinkamizda bunaqa holat kuzatilmaydi. Ko'rib turganingizdek, 14 qavatli jinsi material tikkanimizda zakrepka bersak ip uzgani yo'q. Bu modelimizga sun'iy intellekt chipi qo'yilgan hamda ip o'tadigan qismlari 0 darajadagi silliqlikka erishilgan. Bu komplektimiz moysiz ishlagan taqdirda ham qizib ketmaydi, ip uzmasligini ta'minlab beradi. Hattoki 10 qavat jinsi hamda tunika plastinka bilan birgalikda zakrepka bergan holatimizda ip uzish holatlari kuzatilgani yo'q.